Hozir sizlar bilan birgalikda the verb to be mavzusini inkor shaklini yasashda o'rganamiz. Inkor shakli qanday yasaladi? Inkor shakli not qo'shimchasini qo'shish orqali yasaladi. Ya'ni to be dan keyin not qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, I am not a doctor. Men shifokor emasman. He, she o'g'il bola va qiz bolaga nisbatan u o'quvchi emas. He, she is not a pupil. It is not a marker. Jonsiz narsaga nisbatan, ya'ni jonsiz predmetga nisbatan u marker emas. We, you, they are not students. Biz, sizlar, ular talabalar emasmiz. Ya'ni kishilik olmoshlaridan keyin to be shakli yoziladi. To be dan keyin not qo'shimchasini qo'shish orqali inkor shakli yasaladi.